Doktor, har yili qo'llarimdan terim ko'chadi-da, shu normami? Dermatologik jihatdan bu norma emas, bu kasallik ham emas, lekin bu nima sababdan bo'ladi? Oshqozon ichak sistemasidagi o'zgarishlar, o't tufayligida jigardagi o'zgarishlar eng asosiy sababi bu ich qotishi bo'ladi. Organizmga har doim kletchatka kerak. Biz kletchatkani har doim esimizdan chiqarib qo'yamiz. Kletchatkani keyin biz ovqat bilan birgalikda yeyishga harakat qilamiz. Yo'q, u ovqatdan oldin yeyiladi. Kletchatkaga nima kiradi? Zelinlar, brokoli, karam bo'ladi, qizil sabzi, qizil lavlagi bo'ladi. Kletchatka juda ham ko'p miqdorda. Iloji boricha pishirilmagan xom holatda yeyishga harakat qilishimiz kerak. Biz zelinlarni ovqatga qaynayotgan paytida solamiz. Bu aslida noto'g'ri. Ovqat pishgandan keyin solib, bitta aralashtirib suzish kerak o'zi. Ana o'shanda organizmga yetarli darajada kletchatka kiradi va oshqozon ichak sistemasi normada ishlaydi. Esingizda bo'lsin, bizning oshqozon ichak sistemamiz bu demak o'txo'rri oshqozon ichak sistemasi. Sizni terizni almashinuvi sizga bilinmaydi. Mayda muguz qavatlari yangilanib turadi. O'shani hisobiga demak teri har doim yangilanishga intiladi. Agarda sizga bilinayotgan bo'lsa, diskomfort keltirayotgan bo'lsa, teri ko'chish bilan, achish bilan, qichish bilan, qanaqadir yorilishlar bilan oshqozon ichak sistemangizni tekshiring.